Kobalt bor akalarimiz o'tkazib vermaymiz. Hozir 2026-yilda chiqayotgan Cobaltlarimiz ko'p monitorli bo'lib chiqyapti. Shuni legirovkasini ko'pchilik o'rgatib qo'ying deb yozishgan ekan, so'rashgan ekan. Shunga hozir chiroyli sizlarga bilganlarga eslatma, bilmaganlarga chiroyli lifehack bo'ladi. Xudo xolasa mana mashg'ulotlar. Mana bu burchakda equalizer, chip equalizer sifat tugmasi bor o'zimizda ekranga bosganinglarda mana kiradi. Basni mana olgacha ko'tarib qo'yamiz. Mana ikkinchisidagina 8 qilib qo'yamiz. Keyingisini ko'tarib qo'yamiz. Bo'ldi. Minus bo'ladi, bular pastga minus bo'ladi. Mana onasi balans endi. Bularga teng bo'lmaydi. O'rtaga qo'yib qo'ysangiz polniy hammasi komplet aytadi. Jonli efir. Xudo xolasa, chiroyli zo'r o'tadi. Efirni kuzat. Chotga xudo xolasa akalar. Like bosinglar, xudo xolasa.